Uyda o'tirib nima qilib qolding? Qog'ozchani oldim. 1 2 3 4 5 qildimda, to'g'risiga mana qilib chizib yubordim doktorlarga o'xshab. Doktorlardan ham shuni qilib chizdim. Mana qilib. Nima yozganimni o'zim ham bilmayman. Shunday qilib yubordim-da. Hali qog'ozchani ko'tarib aptekaga kirdim. Aptekachiga, "Mana shu dorilar bormi?" dedim. Aptekachi ham bunday qarab turib, "Hazillashyapsan" deb qaytarib beramikin desam, "Voy, qog'ozchani olib, dorilarni olyapti bitta-bitta bunday qilib." O'zim yozib olganman. Xalafanga solib olib keldi. Shu dorilar bor ekanmi aka? Sen mana ikkinchisi yo'q ekan bizda uka deydi. Блядь, сука. Bo'ldi, nermatima. Yakka yiqsa qancha bo'ladi? Shu qanday shu? Senda 2 ham bor, menda 2 ham bor. Qo'shimdan qancha bo'ladi? 5 yil. Qanday 5 yil? Qanday 5 yil? 4 yil bo'ladi. O'tganda tualetga borib kelish. Bormaysiz tualetga. Janqalaq borib tualetga. Bu putuasi, menga ber. Bormaysiz. Ey to'poy. O to'poy sen, ey to'poy bo'lmasa nima balaga bag'ana mejimizda kelendek o'qib qo'yadigan to'poy o'nbagan. Matematikani jarang. So'zni o'qiymiz. Alpin o'qiymiz. A, N, A. Ne bo'ldi? An, qanday an o'nbagan? Men sana kimman aytchi? Ha, Allah. Ey, qanday Allah? Men seni anang bo'g'ay, ana dey. Najrga yaz. Najrga A, N, A deb yaz. Ey, urushkani bo'lashtamaydi qo'y. Babay nafsaydi urushkani bo'lay. Yaz. Urushka yozmayman. Qalay yozmaydi? Meni qarasang. Mana yozib turma. Ey, ko'zing so'g'ildi qo'yman atay, o'nbagan. Najrga qaytacağız. Dırıl deme. Ey, ben de koyun onbagan mayı yok. Ay, korkmayın men. Korkmaz. Toy takıp dur jörüne oyanla balamdı. Keşirşeydi, men sen jaman bolsun demey koy balam. Мое сердце стучит для тебя, дорогая. Она падает. Süleyman. Sultan Süleyman. Sultan Süleyman'ın argem. Siz. Ananдағы сілерге бір нәрсені айтып қояйын. Құқық қорғау органында іштеген қызматкерлер. Сілер қыжалат болбай іштей бергілі. Сілердің айлық маяныңар 500 миңден 1 миллион сомға чек көбейеді. Астрологтар айтты. Привет, злой Раджа. Привет, мой зять, который убил тигра ради моей дочери. Зачем пришел? Возврат! Возврат? Любимый. Почему возврат? Ты сказал, что она девственница, но она нихуя не девственница. Докажи! Кто хочет поработать? Я! Подождите. Цементный завод? Я! Погрузка угля? Я! Уборка конюшен? Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин!